Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 3. bab. Winston tushida onasini ko'rdi. U əslidi. Onun anası yo'qab ketganda, u vaqtchan 10-11 yoshlar chamisi dedi. Anası egiz bo'y, haykaldak zilva, kam so'z, yurish-turishi asta, chiroyli, oltin chochliq ayol edi. Dadasi haqidagi aslimisimi bakli g'uva edi. U qaramtul, o'ruq, doim qora kiyim kiyib yuradigan odam edi. Dadasining oyog'ining nepiz chami Winstonning olayida aniq esida. Aniqki bu cham cho'qim 50-yillardagi birinchi qatimliq cho'ng tozlashda oshundoq uprab ketgan. Tushidagi bu chaqda uning onasi uningdan xilli pas, cho'nqur bir yerda singlisini quchqiga ilib o'tiradi. U singlisini tuzuk aslayolmaydi. Esida faqat uning bakli ovoq gavdasi, doim un chiqmasligi va mo'ldirlab turgan yo'g'on ko'zlari qolgan edi. Ikkili ko'zi uning qarab turadi. Ular bir maxfiy cho'nqur joyda. U bir quduqning tegi yoki qabri bo'lishi mumkin edi. Ammo Winstondan noiti yiroq, bu yer to'xtamay paslayotdi. Ular endi cho'kayotgan bir kemining palubasida bo'lib qoldi. Winstonga borgan sari qarayotgan suvning tegidan qarab turadi. Salonda tehi nafasdan go'dak havo bor edi. Ular Winstonni ko'ralaydi. Umi ularni ko'ralaydi. Ammo ular davomli cho'kayotdi. Endi ular cho'kayotgan yeshil rangli suvda ko'zdan mangu g'oyib bo'lishi mumkin edi. Ular o'limga qarab mengayotgan o'sha daqiqada Winston ustida yo'ruqliq havo bor joyda edi. Ularning pastda turishi, uning ustida turganligi sababidan edi. Buni Winstonmu, ularmi obdan biladi. U ularning chiroyidan buni bildiganligini ko'ralaydi. Ularning qalbida yoki chiroyida hech qanday uni ayblaydigan ifoda yo'q edi. Faqat ular o'zlari o'lsalar, uning hayot qoldiganligini, shundaqla buning saqlanig'ili bo'lmaydigan muqarrarlik ekanligini biladi. U nimalarning yuz berganligini eslayolmadi. Ammo tushida onasi va singlisining o'limining o'zi uchun berilgan qurbonlik ekanligini bildi. Ba'zi tushlar odatdagi tushlardagi ko'rinishlardan boshqa, yana kishilarning aqliy hayotining davomlashishini o'z ichiga oladi. Bundaq tushdagi ba'zi ish va shaylar odam uyg'ongandan keyinmi odamga nisbatan shundoq qimmatlik va yangi tuyuladi. Bu tush mana shundoq tushlardan edi. Hozir Winstonga zarba bo'lgan narsa onasining 30 yillar burunqi. Endi yana mumkin bo'lmaydigan bir shakldagi noiti tragediyalik va azobliq o'lim edi. U bu tragediyaning o'tgan davriga, ya'ni odamlarda texi xususiylik, muhabbat, do'stlik o'lmagan. Oila a'zolari bahona sababsizmi birga cho'rdishib o'tira oladigan bir davrga mansub ekanligini tunib yetdi. Onasining esiga kelishi uning yuragini pari-pari qilyapti. Chunki u Winstonni umrining eng oxirgi daqiqalarigacha yaxshi ko'rgan edi. Bu muhabbat bilan qaytirishga Winstonning yeshi bakli kichik. Shundaqla shaxsiyatchi edi. U onasining to'limi o'zal va o'zgartkili bo'lmaydigan sadoqatmanlik uchun o'zini qanday qurbon qilganligini, nimishqikin har qancha qilibmi aslayolmadi. U bundaq ishlarning bugungi kunda yuz bermaydiganligiga ishondi. Bugun qo'rqinish, nafrat, azobli bor edi. Oliyjanob hissiyot, cho'nqur va murakkab azoblar allaqachon yo'qolgan edi. U bularning hammasini necha yuz metr tövəndəki texicha cho'kayotgan onasi va singlisining chiroyidan aniq ko'rdi. U birdilla o'zining o't cho'plari tetik bir chimliqning ustida turganligini his qildi. Yozning bir kechquruni edi. Quyosh oltin nurlarini chimliq sepib turadi. Bu manzara Winstonning tushida bakjiq takrorlanadi. U bu ya'ni o'ngda ko'rganni ko'rmaganigimi aniq jazm qilolmaydi. Uyg'oq tuyg'ularida u bu ya'ni oltin sahro deb ataydi.
Bu to'shqan o'tlaydigan ko'hna bir o'tloq edi. O'ttirdan bir kichik chig'ir yo'l kesib o'tadi. U bu yerda choshqan ko'lab chiqargan to'pi dög'lari bor edi. O'tloqning qarshisidagi agri bo'ri chitliq tarafda quyuq qariyag'och shoxlari mayni shamolda nihoyat yengil yelpinib turadi. Yopirmoqlari ayol kishining chochlaridek shundoq quyuq edi. Yaqin bir joyda ko'z yetmaydigan yerda suvlari suzuk asta iqiyotgan bir eriq bor edi. Qariyag'och ostidagi ko'lchakda ushshaq belijonlar uzib yuradi. Bir qarichochli qiz chimliqni kesib o'tib, ular tarafga qarab keldi. U birdinla kiyimining oldini ichibdi va kiyimlarini nihoyat ko'ranglik bilan yonga cho'ribdi. Uning badani oq va siliq edi. Ammo Winstonda uningga nisbatan hech qanday g'ayriy sezim paydo bo'lmadi. Faqat uningga qarab turdi. Shundaqdimi uning shu daqiqadagi kiyimini yonga cho'ribatganlik harakatidan Winston ajoyib zo'qqa cho'mdi. Bu harakat uning butun vujudini ishg'ol qilib oldi. U qiz o'zining bu to'limi nafis, beparvolacha harakati bilan butun suruk bir madaniyatni, bir butun tafakkur sistemasini yiltizdan qo'mirib o'tgandek. G'ojaka partiya va ideya soqchilari uning belkining shundoq bir jalbkor cho'rilishi bilan nolga aylanib ketgandek bo'lgan edi. Winston Shakespeare deginicha uyg'onib ketdi. Ekrandan quloqni yoradigan pushtak ovoz anglandi. Bu odatda 20 minut davomlashadi. Hozir 7dan 15 minut o'tgan. 7dan 15 o'tgan. Ishqi mangdiganlar o'rnidan turadigan chog' bo'lgan edi. Winston o'rnidan turdi. U yalang'och edi. Tashqi partiya a'zolariga kiyim-kechak uchun yilda 3000 parcha bilet beriladi. Faqat bir uxlash kiyimi uchunla 600 bilet ketadi. U o'rindiqqa yeyib qo'ygan kirlishib ketgan maykisi va bir jup kusirini oldi. 3 minut ichida gimnastika boshlanadi. U qattiq yutilib silkinib ketdi. Odatda uyg'ongandan keyinla mushunda qattiq yutiladi. Bu yutal uning o'pkisini taltux qo'rqitib etadi. Bundaq chaqda u karvatga o'zini o'ngdisiga tashlab, xeyligacha qattiq tiniganda, ondan qaytadan nafas ola oladi. Uning tomirlari yutaldan ko'pib ketdi. O'shig'idagi yorisimi qichishga boshladi. 30-40 dan bir guruh bo'linglar. Ekrandan bir ayolning chirqiroq ovozi anglandi. 30-40 dan bir guruhga o'rin ilinglar. Qani 30-40 dan. Winston chashrab o'rnidan turdi va ekran oldiga keldi. Ekranda xilli yosh, o'ruq, ammo muskulliq, tor tantarbiya kiyimi kiyib olgan bir ayol turadi. "Belkinglarni yig'ib so'zinglar!" deb to'lidi u. "Qani, menga agishinglar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qani yo'ldoshlar. 1, 2, 3, 4. Yo'ldoshlar. Canlıqroq. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Winstonning bayamqi tushining ta'sirini yo'talning og'riqimi ojizlatamadi. Aksicha gimnastikaning ritmi uni qayta kuchaytirib qo'ydi. U bilaklarini oldi kayniga tashlab harakat qilayotganda chiroyidan bir xil mamnuniyat ifodasi chiqib turadi. Mashq vaqtida chiroy ifodasi mushundaq bo'lishi kerak edi. Bu chaqda u yana bolaliq davrini eslashga kirishib ketdi. Buni eslash odatdan tashqari qiyin edi. Chunki 50 yillardan burungi ishlar haqidagi eslama bakli g'uva edi. Bu yerda siz tayong'idek hech qanday yozma xotira yo'q edi. Hatto sizning hayot yo'lingizmi o'z shaklini yo'qotgan edi. Siz balkim ba'zi cho'ng voqealarni eslay olishingiz, ammo u voqea amaliyotda yuz berib boqmagan bo'lishi mumkin edi. Siz balkim ba'zi voqealarning ushshaq tafsilotlarini eslay olishingiz mumkin edi. Ammo u yuz bergan muhit, klimatni eslay olmaydingiz. Bu yerda siz har qanday qilibmi to'shqizolmaydigan g'oyat zo'r bo'shliq mavjud edi.
Shuningdan keyin hamma narsa o'zgarib ketdi. Davlatlarning ismi, hatto ularning xaritadagi territoriyasining shaklimi ilgirkiga o'xshamaydi. Masalan, u chog'lar bu yer birinchi havo rayoni deb atalmaydi. Balki England yoki Britaniya deb ataladi. Ammo Londonning shu chog'dimi London deb atilganligini Winston har holda to'liq jazmlashtira oladi. Winston bu davlatning urush qilmagan chog'larini aniq eslayolmaydi. Ammo jazmlashtirishga bo'ladigani uning balliq vaqtida xeyli uzun tinchlik hukm surgan bir mezgil bo'lgan edi. Bu uning balliq eslamasidagi bir havo hujumi bilan munosabatlik edi. Bu hujumdan hammaylar bakli cho'chib, aloqazada bo'lib ketgan edi. U atom bombasi Kolchesterga tashlangan chog' bo'lsa kerak. Winston hujumning o'zini eslayolmaydi. Ammo dadisining uning qo'lini chang tutib, tövanga qarab uzoq mang'anligini, yer ostidagi cho'nqur bir joyga kelganligini, ondan bir burmusimon palampaydan mengiverib, puti telib ketib yig'ilganligini. Shuning bilan to'xtab, birdan dam olganligini eslayoladi. Onasi Winstonning singlisini ko'tarib, ularning keyinda xeyli uzoqda asta qadam bilan kelyotdi. Quchig'idagisi balkim gilam chegilgan bo'qchi bo'lishi mumkin edi. Winston u chog'da singlisining tug'ilmaganligini eslayolmaydi. Ular oxiri odamlar qistan varang-churungga to'lgan bir yerga chiqdi. Shu chog'da bu yerning tramvay bekiti ekanligini bildi. Taş yatqızılğan yerning u bu yerlarda odamlar sanjaq o'tirishib ketgan edi. Ba'zilar ikki qavatlik temir karvatda qistilishib o'tiradi. Winstonlar bir bo'sh yerni tepib joylashdi. Ularning yanidagi temir karvatda bir jup bovay momay bir-biriga yaqin o'tirishadi. Bovay uchisiga pokiz qora kostyum, beshiga qorib qalpoq kiyib olgan bo'lib, yuzi cho'g'dak qizargan. Ko'zdan lo'mildab yosh to'kilib turadi. Uningdan gupildab sesiq aroq purq keladi. Uning terisidan ter o'rniga aroq chiqayotgandek qiladi. Hatto kishi uning ko'zdagi yoshnimi aroqmikin deb qoladi. Hatto kishilar uning ko'zidagi yoshnimi aroqmikin deb qoladi. Gerçi o azdılar mest bolsunmu, ammo uning chidog'isiz ig'ir azob chekayotganligi man deb chiqib turadi. Winstonning bolalarcha o'yicha, ular kechirib o'tkilib bo'lmaydigan, o'rnini to'shqizg'ilib bo'lmaydigan bir yomon ishga yo'liqqandek qiladi. Hatto Winston bu ishning nimaligini bildigandek qiladi. Balkim bu bovayning o'zi bak yaxshi ko'radigan qiz navrisi o'ldirilgan bo'lishi mumkin. Bovay to'xtamasdan bunu gaplarni takrorlaydi. Ularga ishonmasligimiz kerak edi. Men shundoq degan-ku, demaganmi yo? Mana bu ularga ishonganning oqibati. Men doim deydim. Bu ablahlarga ishonmasligimiz kerak edi. Winston ishonmaslik tegishlik bu ablahlarning kim ekanligini bilmaydi. Shu chaqlardan boshlab urush uzilmadi. Aniqroq deganda, urush boshdan oxiri birla urush edi. Uning balliq chaqlarida bir qancha oy ko'cha urushi bo'ldi. Ba'zirini u aniq eslayolmaydi. Ammo u chaqdagi butun tarixni tepib chiqib, kimning kimga qarshi, qachon, qanday urush qilganligini aniqlash allaqachon mumkin bo'lmaydigan ishga aylangan edi. Chunki uningga oid hech qanday yozma xotira, biror eg'iz so'z, hozirgi ittifoqdoshdan boshqa biror ittifoqdoshning gapimi qolmagan edi. Mushu vaqtning o'zida 1984-yili agar mushu rost bo'lsa, Okeaniya Sharqiy Osiyo bilan ittifoq tuzib, Yevro Osiyo bilan urush qilyotdi. Hech qanday ommaviy yoki xususiy sorunda bu üç davlatning qachon, kim bilan ittifoq tuzib, kimga qarshi urush qilganligi haqida hech qanday gap so'z bo'linmaydi. Amaliyotda Winston Okeaniyaning Yevro Osiyo bilan ittifoq tuzib, Sharqiy Osiyo bilan urush qilayotganiga endi texi 4 yil bo'lganligini tasodifiy bir fursatda bilib qolgan edi. Chunki uning xotirasi texi to'liq kontrol qilinmagan edi. Partiyaning so'zchi bo'lganda,
İttifoqdoshlik azaldan o'zgarmagan edi. Okeaniya Yevro Osiyo bilan urush ichida edi. Demak, Okeaniya azaldan Yevro Osiyo bilan urush ichida edi. Hozirgi vaqtdagi dushmanning o'zi mutlaq razillikning vakili edi. Şunlaşqa uning bilan ilgirmi yoki buningdan keyinmi har qanday bir kelishimning bo'lganligi yoki bo'lib qolishi mumkin emas edi. U mo'risini kayniga egib og'irganda qo'lini kassasiga qo'yib belini kayniga egatdi. Buning dumbi muskulga foydasi bor deyiladi. Necha 10 ming qitimlab kallasidan kechgan bir qo'rqinchli o'yini eslab qoldi. Buning rost bo'lib qolishi haqiqatan qo'rqinchli ish edi. Navada partiya o'tmishga qo'lini tiqib, bu yoki u voqeani azaldan yuz berib baxmagan degan bo'lsa, acaba bu qiynash va o'ldirishdanmi qo'rqinchli ish emasmi? Acaba bu qiynash va o'ldirishdanmi qo'rqinchli ish emasmi? Partiya Okeaniya azaldan Yevro Osiyo bilan ittifoq tuzib baxmagan deydi. Winston bo'lsa, Okeaniyaning texi bundan 4 yil burun Yevro Osiyo bilan ittifoq tuzganligini biladi. Ammo buningga pakit qani? Bu faqat uning engidila mavjud. Shundaqla buning uning engidan yo'q qilinishimi har qachon aniq. Agar hammaydan partiya aytgan yolg'onni qabul qilsa, barliq yozma xotirlar o'xshash bir hikoyani so'zlasa, bu yolg'on tarixga kiradi. Demakki, haqiqatga aylanib ketadi. Partiyada shundoq shuar bor. Kim o'tmishni kontrol qilsa, shu kelgusini kontrol qiladi. Kim hozirni kontrol qilsa, shu o'tmishni kontrol qiladi. Garchi o'tmishning xarakterini o'zgartirib bo'lsa-mu, ammo u azaldan o'zgartirib baxmadi. Hozir haqiqat hisoblangan har qanday narsa mangu haqiqat edi. Buni mushundaq qabul qilish uchun faqat o'z xotirimiz ustidan g'olib kelishimiz lozim edi. Ular buni reallikni kontrol qilish deb ataydi. Yangi tilda bo'lsa, qo'sh tafakkur deb ataladi. Turinglar deb vaqirida yetakchi sal yaqinroq talaffuzda. Winston ikki qo'lini yonga tashlab, o'pkasini havoga to'ldirdi. Onun mengisi qo'sh tafakkurning sirliq o'rdisiga kirib ketdi. Bilish va bilmaslik haqiqatni aniq bilib turib, ustulik bilan to'qilgan yolg'onni tang to'lash. Bir-birini inkor qiladigan o'zaro zid ikki qarashning har ikkisiga ishonish va uni haqiqat deb bilish. Logikaga qarshi foydalanish. Axloqni targ'ib qilib turib, uni inkor qilish. Demokratiyaning mumkinsizligini so'zlab turib, partiyaning demokratiyaning qo'g'duvchisi ekanligiga ishonish. Unutishqa zarur har qanday narsani unutish. Ondan lozim bo'lganda yana uni asliga keltirish, foydalanish. Orqadanla uni yana pak-pakiz unutib ketish. Eng yomoni mushu o'xshash jarayonga yana shu o'xshash usulda muomala qilishdir. Uning eng qaltis yeri odam o'zini o'zi ongli holda ongsizlikqa akiradi. Ondan keyin yana bir qitim o'zi hozir qilgan gipnoz bilan ongsizlandi. Hatto mushu qo'sh tafakkur deganni tushunishdimi, qo'sh tafakkur ishlatiladi. Yetakchi yana diqqat deb to'ldi. Qani, qaysimiz putimizning uchiga qo'limizni tekkizalaydi ekanmiz? Dedi u to'liq jo'shqin holda. Dal kassimizning ustidan. Qani, yo'ldoshlar. 1 2 1 2. Winston bu mashqqa dakla bo'lib ketgan edi. Har qatim uning ho'shqidan kassigacha og'rib ketadi va mashq oxirlashi hamon qattiq yo'tilib ketadi. Uning boyiqi xiyollardan kelgan azroq ko'ngillik kayfiyatmi oxirlashdi. U o'tmish o'zgartirilganlar emas, balki vayron qilingan deganlarni o'yladi. Chunki siz xotiringizdan boshqa hech qanday yerda biror yozma paket bo'lmagan ahvolda qandaqmi o'tmish haqida aniq paket turg'iza olaysiz. U g'ojokini tunji qitim
zada qachon anglag'anligini eslashga tirishib baqdi. Cho'qim 60-cı yillar atrofida deb o'yladi u. Lekin jazmlashtirish mumkin emas edi. Albatta, partiya tarixida Xo'ja aka partiya qurilgan eng dastlabki vaqtlardan boshlabla dahi va partiyaning qo'g'dug'uchisi deyiladi. Uning töhbelari hatto 30-40 yillargacha opirilgan edi. U chog'lar ajoyib go'zal chog'lar edi. Kapitalistlar motorliq, paqiroq mashinalari va ot qo'shilgan aynak darizlik paytonlarda London ko'chalarida yurishadi. Xo'ja aka haqidagi bu rivoyatlarning zodi qanchaligining rost, qanchaligining o'ydirma ekanligini hech kim bilmaydi. Winston hatto partiyaning zodi qachon qurilganligini aniq bilmaydi. U insop degan so'zni 60-yillardan burun anglaganligiga ishonmaydi. Ammo uning koni tildagi ingliz sotsializmi degan birikma shakli insop degan qisqartirilma so'zdan burun tarqalgan edi. Ammo narsa xiralashib ketgan. Hamma narsa xiralashib ketgan. Amaliyotda ba'zi o'p-o'chiq yolg'onlarni sizmi bilib olayotdingiz. Masalan, partiya tarixi kitoblarida aeroplanni partiyaning kashf qilganligi so'zlanadi. Bu jo'ylaganlik. Winston nayt kichik vaqtlardami aeroplanning borligini eslayoladi. Ammo siz hech nimani isbotlay olmaydingiz. Hech qanday fakt mavjud emas edi. Uning butun hayotida faqat bir qitim qo'liga tarixning burmalanganligini isbotlaydigan bir yozma fakt tushib qolgan. Dal shu chaqda. Simiz deb vaqirdi ekrandagi xotin Hazazullacha. Vi 6-0-7-9. Ha siz. Bakrak igiling. Buningdan yaxshiroq qila olasiz. Siz kuchimidingiz. Texmi pasrak. Ha, endi obdan bo'ldi. Yo'ldosh, endi turing. Hammanglar turinglar. Man qaranglar. Winstonning butun badanidan cho'g'dak ter chiqib ketdi. Uning yuzini ekran ko'rolmaydi. Məyuslikingni hargiz chandurma. Noroziligingni qat'iy ko'z tutsanma. Ko'zingdagi kichikgina nur ifoda seni yo'q qilishga yetarlik. Yetakchi qo'lini beshidan egiz ko'tardi. Uning harakatlarini bak nafas deb ketgili bo'lmasimi, lekin xeyli o'lchamlik chapdas edi. Ondan belini egib, qo'lini putining uchiga tekkizdi. "Qani yo'ldoshlar, men dal mushundaq qig'ninglarni ko'rmoqchi edim. Menga yana qaranglar. Men 39 yosh, 4 balam bor." U belini egdi va "Qaranglar, mening putim egilmedi" degach badanini rusladi. 45 yoshdan tuban har qanday odam bu harakatni qila oladi. Oldingi sapga berib urush qildigan talay hammamizga nisb bo'lishini atayin. Shundaqdimi badanimizni o'lchamlik tutish tamamen mumkin. Malabar frontidagi azimatlarimizni o'ylanglar. Laylimiz tekamdagi g'avg'aslarimizni, ularning qanchalik jafoda ekanligini o'ylanglar. Qani, endi qaytib qilinglar. Ha, endi bo'ldi yo'ldosh. Winston qattiq egildi, qo'li putining uchiga tegdi. Bu Winstonning bir necha yildan buyon tunji qitim tekkuzalishi edi.